Temir yo'l tizimi o'z ichiga yo'l, lokomotiv, vagon xo'jaligi, elektr ta'minoti, aloqa va signallashtirish kabi bir qator muhim yo'nalishlarni qamrab olgan yirik va ko'p tarmoqli soha hisoblanadi. Ushbu tizimda poyezdlar harakat xavfsizligini ta'minlash har bir bo'g'inning o'zaro hamkorligi va mas'uliyatli faoliyatiga bevosita bog'liq. Shu maqsadda Qarshi mintaqaviy temir yo'l uzeli tasarrufidagi korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan yoshlar uchun Qarshi vagon deposiga ekskursiya tashkil etildi. Tafsilotlar endigi lavhamizda. Tadbir davomida yoshlar korxonaning ishlab chiqarish jarayonlari, vagonlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari, mehnat muhofazasi hamda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirning asosiy maqsadlaridan biri yoshlarning temir yo'l sohasiga oid bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, turli yo'nalishlar faoliyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlash hamda jamoaviy ishlash madaniyatini yanada rivojlantirishdan iborat bo'ldi. Temir yo'l tizimida poyezdlar harakat xavfsizligini ta'minlash uchun umumiy ishlarni tashkillashtirish uchun sohada faoliyat yuritadigan ishchi xodimlarni umumiy bir seminarlar atrofida birlashtirish bu juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu jumladan bugun biz ham Qarshi mintaqaviy temir yo'l uzeli tarkibidagi korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassislar o'rtasida Qarshi vagon deposida amaliy ekskursiya tashkil etildi. Ushbu ekskursiyani tashkil etishdan asosiy maqsadimiz yoshlarni korxona bilan yaqindan tanishtirish, yangi ishlab chiqarilayotgan texnologiyalar, xizmat ko'rsatiladigan raqamlashtirish loyihalarini yaqindan tanishish imkonini berish. Shu bilan birga yoshlarda yuzaga kelayotgan sohada muammo, murojaat, takliflarni rahbariyatga yetkazish uchun bugungi uchrashuvlarimizni, tadbirimizni tashkil etdik. Shu bilan birga kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda yosh mutaxassislar sohada yuzaga kelayotgan muammolar, ularning takliflari va murojaatlari bo'yicha rahbarlarga bevosita o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha murojaat qilishdi va o'zlariga tegishli javoblarni olishdi. Ekskursiya yakunida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javob oldilar va amaliy tajribalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bunday tadbirlar yosh avlodning kasbiy salohiyatini oshirish, ularni sohaning bugungi taraqqiyoti va istiqboldagi rivojlantirish jarayonlarida kengroq jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling.